Cher rohati Master YouTube kanaliga xush kelibsizlar obunachilar. Ko'ryapsizlar, bugungi kunda hozirgi paytda eng savdosi zo'r bo'layotgan mashinalarimizdan bittasi Tiggo 2 Pro. Buni eng zo'r tomoni qaysi tomoni deydigan bo'lsangiz, shahar ichiga juda ham kompaktli mashina. Ya'ni 1 litrli motor bilan jihozlangan bo'ladi, turbina bo'ladi. Albatta, rasxodi maksimalniy rasxod 7 ta atrofida qiladi. Va trassaga chiqadigan bo'lsangiz 5 ta 5,5 ta atrofida o'zini rasxodini qiladi. Mashinamizda kerakli barcha funksiyalari bor. Faralarni ko'ryapsizlar, LED fara bo'ladi. Oblisovkalari ham yangicha dizaynda qilingan. Va kuzovi qalin bo'ladi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Polniy kuzov otinkovniy. Ya'ni mashinamizda lyuki bor, zadniy kamerasi bor, diska bilan jihozlangan, saka diska 17 razmer bilan. Ko'ryapsizlar, beskulchovoy do'stliklarigacha bor. Bakoy ochiladi avtomatik va yopiladi. Shunaqa funksiyalari ham mavjud bo'ladi. Eshikni ochadigan bo'lsak, hop, eshikni ko'ryapsizlar, obshivka qismiga e'tibor berasizlar. Obshivka qismi koja bilan jihozlangan bo'ladi va oynalari avtomatik ko'tariladi va tushadi. Hop, mashinamizning saloniga e'tibor berib o'rasizlar. Salon qismi juda ham bir neobычный qilingan, koja bilan qoplangan bo'ladi. Sidinalari va rullari, polniy isitish funksiyasi bor va qo'shimchasiga lyuk ham bo'ladi. Mashinamizda bemalol o'tirib haydashlar uchun kerakli barcha jihozlar bilan jihozlangan, ya'ni kruz kontrollari bor. Ko'ryapsizlar, rullari ham yumshoqgina bo'ladi. Agar zavod qiladigan bo'lsak, rul qismi juda ham elektristika hisoblanadi, ya'ni gidravlik emas. Multimedia uchun o'ng tomon ishlaydi, chap tomonda kruz kontrol, limit skorostlarni to'g'irlasangiz bo'ladi bemalol va mashinamizda ko'ryapsizlar, lyuki bor qo'shimchasiga va barlari ham o'zi bilan tayyor. Hech qanaqa narsa olib, doполнительный установка qilib o'tirishingiz shart emas. Va qo'shimchasiga mashinamizda monitor qismi bilan jihozlangan bo'ladi. Avarinka knopkasi o'sha monitor tagida qo'yilgan bo'ladi. Isitish, sovutish funksiyasini bemalol boshqarasizlar. Ko'ryapsizlar, skorostimiz juda ham bir boshqacha qilib ishlangan. Bemalol D ga qo'yib, xohlagan manzilingizga yetib olsanglar bo'ladi. Va skorostlari ham, rushniklari ham elektrika hisoblanadi. Bitta knopka bilan qilingan hisoblanadi. Mashinamizning pultiga e'tibor berib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar, va pult qismida ko'ryapsizlar 3 xil funksiya mavjud. Ochish, yopish va bagaj ochish funksiyasi. Ochish knopkasini bosib tursanglar, mashina yozda misol uchun qizib ketgan bo'lsa, salonni oynalarni polniy ochib tashlaydi va sizlar tushkunligigacha mashina havo aylanib turadi mashinada. Va yopadigan funksiyani bossanglar, misol uchun qishda sovuq bo'lib ketdi, havo ko'chaga chiqib zavod qilgili kelmayapti va distansioniy zavod qilish bor. Yopish funksiyasini bosib turasizlar, distansioniy bemalol zavod qiladi va bagaj ochadigan funksiyasi. Endi bu batareykada ishlaydi. Misol uchun batareykasi tugab qoladi, ilhom biz ko'chada qolib ketamizmi desanglar, yo'q, ko'chada qolmaysizlar. Va o'zining ichida mana bunaqa qo'shimcha ключlari bo'ladi. Ruchkani tagida joyi bo'ladi. O'shga tiqib bemalol mashinani ochib, manzilingizga yana davom ettirib ketaversanglar bo'ladi. Hop, bu mashinamizning pultida beskulchovoy do'stlik bor, ya'ni mashinaga kelasizlar, o'zi avtomatik ochadi, ketasizlar, o'zi avtomatik yopadi mashinani. Hech qanaqa bir kalitni olib, eshigiga qilib o'tirishingiz shart emas. Qo'shimchasiga yana bitta qilingan qulaylik hisoblanadi bu. Xo'p, bu mashinamizning bagaj qismiga bitta e'tibor berib o'rasizlar. Bagaj qismi ham juda ham keng. Viloyatlarga boradigan bo'lsanglar, tog'larga chiqadigan bo'lsanglar, bemalol hamma narsalarni sig'dirsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, zapaska ballonlari ham bilan jihozlangan bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, zadniy kamerasi va partroniklari mavjud bo'ladi. Bemalol zadniyga olganlarda kerak bo'ladi. Hozirgi paytda bu mashinamizni olish shartlari eng kam boshlang'ich to'lov, ya'ni 25% boshlang'ich to'lov qilib, o'z pulini bo'lib to'lashga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasam 15% boshlang'ich to'lov to'lab, 5 yilgacha avtokredit asosida bemalol shu mashinamizni xarid qilsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda yengilligimiz bor sizlarga. O'zingizda misol uchun Spark va Matizm bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda bozorda arzonroq narxlashyapti. Bizda Telegram kanal bor, ya'ni auksionimiz bor. Mashinalarni olib kelasizlar, biz auksion orqali Telegramda sotamiz, eng balandroq narxlarda sotamiz. Va o'shani pulini boshlang'ich to'lov sifatida mashinaga to'lab, xuddi shunaqa yangi mashinalardan bemalol xarid qilib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bizning ish vaqtimiz ertalabki soat 9 dan kech soat 8 gacha bo'ladi. Agar test drive haydab ko'raman shu mashinadan deydigan bo'lsanglar, kech soat 6 gacha bitta pasport va prava bilan kelsanglar, xudo xolasa bemalol shu mashinamizdan haydab ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, sizlarni Cherry rohati Masterda kutib qolamiz.